Bilasizmi aka? Menga ish kerak. Menga ish topib bering. Hamma ish qo'limdan keladi. Yolg'iz ayolman. Qiynalib qolganman. Sizni Gulmira opa tavsiya qilgandilar. Tushunarli. Hamma ish qo'lingizdan keladimi? Ha, albatta hamma ish qo'limdan keladi. Unda ertaga siz bilan ko'rishamiz. Rahmat akajon. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Alo. Gulmira opa. Aha, xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalom. Gulmira opa sizmi? Ha, men. Men Lola opa aytgan qiz bo'laman. Voy, sizmi? Chet elda ishlamoqchi Ha. bo'lgan qiz. Yuring, bo'lmasam ofisda gaplashib olamiz. Mumkinmi? Biz keldik. Qani kelinglar. Marhamat. Qani jonim, keling. Qani jonim, marhamat, o'tiring. Xo'p. Assalomu alaykum. Xullas, Rustamjon, bu qizimiz chet elga ishlashga bormoqchilar. Bizda qanday vakansiyalarimiz bor edi? Bizdagi hozirgi vakansiyalar Turkiya davlatida shu oyni oxirida, keyingi oyni boshi bilan yuboryapmiz qizlarimizni va ayollarimizni. Ish haqqi oyiga $1,5 dan $2,000 Xo'p, juda yaxshi. Nima ish qilaman? Ish shunchalik qiyin emas. Yoshi katta keksa ayollarga qaraysiz, yotib turish joyi va ovqatlari tekin bo'ladi. Mayli, roziman. Rahmat sizlarga. Unda yaxshi, ertaga sizni pasport bilan kutamiz. Gulmira opa, qizimizni kuzatib qo'ying. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Qani keling jonim. Men sizni ertaga soat 10 ga kutaman, xo'p? Mayli, sog' bo'ling. Qalay, zo'rmi? Yoqdimi? Opa, yaxshiga yaxshi, ammo kam bu qizlar. Kamda yana 10 tacha qiz kerak. Bozorda qizlarga talab kuchli, ammo biza buksoat qilyapmiz, opa. Topish kerak qizlar ko'p. Xo'p, xavotir olmang, topamiz. Lolaga tayinlab qo'yganman. Bo'pti, davay qizlarni topavering. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatish doirasida chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Ey, opa, qayerlarda yuribsiz, ha? Keladigan joyingga kelib bo'lding. Tushunmadim. Nima degani bu? Sen odam savdosi bilan shug'ullanganing sababli qonunda belgilangan tarzda jinoiy javobgarlikka tortilasan. Sotqin! Oboringlar.